bir donagina tuxumdan hech qanaqa qolipsiz gaz duxovkalasiz shunaqangi mazali bo'lgan kekslarni pishiramiz. Ham ozgina vaqtingizni oladi. Parda pishganiga ham shunaqayam sochni bo'lar ekan. Albatta tayyorlab ko'ring. Idishga tuxumni, shakarni solib, mikserda oppoq bo'lguncha ko'pirtiramiz. Oddiy venchikda qilsanglar ham bo'ladi va kefirga sodamizni qo'shib, yaxshilab aralashtirib, ustidan o'simlik yog'ini qo'yib, massamizni mikser qilib, quruq massalarimiz un, razrıxlitel, kakaoni ham qo'shib massamizni aralashtirib olamiz. Shunaqangi quyuqlikda massa bo'ladi. Xohishga ko'ra nachinkasiga shokolad, yong'oq yoki hech nima solmasanglar ham bo'ladi. Uyimizda bor stakanlarimizni yoki piyolalarimizni yog'lab, ichiga yarmidan sal ko'proq qilib sovolamiz massamizni va iliq suvga gazimizni yoqib, mana shunaqangi parda pishirib olamiz. Ustini sochiq bilan yopib, 25 daqiqada qarabsizki, tekshirib olamiz. Yumshoqqina kekslarimiz, ya'ni piroglarimiz tayyor. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Shunaqayam vazdushniy bo'lar ekan parda pishganiga. Like bosib, sahrangiz qilib, yaqinlaringizga ulashni unutmang. Yoqimli ishtaha.